chiqmasin. 8 ta tayyorlab olgan durumimizga mana shunaqa qilib tomchi durlarimizni bir-biriga ilib chiqamiz. Qayri bo'lganinglardan keyin bir-biriga ulaganda ahamiyatli bo'linglar, orasi ochilib qolmasin. Ana endi keyingi hosilchog'imizni yasab olamiz. Buning uchun bizga stopli mix, uzun cho'g'tur va 0,2 razmerdagi xrustal kerak bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek qilib shu tartibda davom etasizlar. Ana endi tayyorlab olgan hosilchoqlarimizni osnovamizga ilib chiqamiz. Birinchi ishimizni uzuncha hosilchog'imizdan boshlaymiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana qizlar hammasini ilib olganimizdan keyin shunaqa bo'ladi. Hammasi uzuncha hosilchoqlarimizni chiqib turgan, bo'rtib turgan temirimizni uchiga ilib chiqdik. Ana endi kalta hosilchog'imizni oldin ko'rsatganimdek kalsiumni o'ziga ilamiz. Mana qizlar tayyor holati. Endi eng oxirgi bo'lgan ishimizni zanjir bilan ilgagimizni ilamiz. Buning uchun o'zimizga kerakli bo'lgan uzunlikda zanjirimizni kesib olamiz. Keyin ikkita uchidan o'rtasidan ilamiz. O'rtasidan ilishimizga sabab boshimizdan tushib ketmasligini ushlab turadi. U o'rtaga iladigan zanjirimiz. O'zimizni bosh razmerimizga qarab kesib olamiz. Zanjirimizni bitta tomoniga ilga ilamiz. Ikkinchi tomon bilan ushlab turishiga yordam beradi bu taqayotganimiz.
Osnovamiz o'rta qismiga zanjir ilayotganda o'rtasiga ilishga harakat qilinglar. Eng markazini topib, o'sha joyidan ilasizlar.